katta bo'lsam rais bo'laman dedi 11 yoshli bola onasiga. Onasi kulib, to'g'ri, shunaqa chiroyli basavlat rais bo'lasizki, katta raislarning mashinasida o'tirganingizda atrofdagilar havas bilan, faxr bilan qarashadi. Ba'zan bu mashinangizga men ham o'tiraman, old o'rindiqda o'tirib, qo'limda ushagichni ushab ketaman. Mahallamdan chiqayotganimda hamma palonchi raisning onasi deb havas bilan qarashadi dedi. Yillar o'tdi, kolxozlar ham tugatildi. Kolxoz raisi degan kasb hayotimizdan chiqib ketdi. Bu bola o'ziga ishongan, bilimli, hayotda o'z o'rnini topgan bola bo'ldi. Mashina olayotganida xuddi o'sha raislardagidek baland zamonaviy mashina oldi. Mashinaga xursand bo'lib chiqayotgan onasini orqa o'rindiqqa o'tirmoqchi bo'lganda to'xtatdi. Ona, to'xtang, siz raisni onasi bo'lib old o'rindiqda shunday qilib ketmoqchi edingiz-ku, men shuning uchun oldim bu mashinani dedi. Ona quvonchdan yig'ladi, chunki uni allaqachon esdan chiqib ketgan tasavvur bolasida hali ham esida turgan edi. Bolalaringiz orzularni aytganda ularni kamsitmang, kichraytirmang, kelajakdagi kasblarda ularga chizib bermang. Shunchaki shu kasbda uni qanday tasavvur qilishingizni ayting. Bolam, siz qaysi kasbda bo'lsangiz ham eng zo'ri bo'lasiz. Sizning nomingizni faxr va hurmat bilan aytishadi deng. Bolalarda orzulari shaklan o'zgarib turadi, lekin siz bergan tasavvur va ishonch bir umr qoladi. Bu bilasizmi nimaga o'xshaydi? Katta okeanda ketayotgan kemaga manzilni ko'rsatib turuvchi mayoqqa o'xshaydi. Biz ota-onalarda shunaqa go'zal imkoniyat bor. Sizni farzandingiz kim bo'lishni orzu qiladi? Izohlarda qoldiring.